Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda xalqning 11 milliard so'm pullarini talon-taroj qilgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar haqida ma'lumot beramiz. Toshkentda qurilish firmasi yuzlab fuqaroni 11 milliard so'mdan ortiqqa chuv tushirdi. Toshkent shahrida yuzlab fuqarolarni uy-joyli qilish va'dasi bilan chuv tushirgan navbatdagi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ustidan sud jarayoni yakunlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi o'zganing mulkini o'zlashtirish va hujjatlarni qalbakilashtirishda ayblangan 4 nafar shaxsni qamoqqa olishga hukm qildi. Tergov materiallariga ko'ra, firibgarlik sxemasi Mirzo Ulug'bek tumanidagi Qorasuv mavzesida ko'p qavatli uylar qurilishi e'loni bilan boshlangan. System Metal Story mas'uliyati cheklangan jamiyati 100 dan ortiq fuqarolar bilan shartnoma imzolab, jami 11 milliard so'm mablag'ni yig'ib olgan. Biroq va'da qilingan binolar bitmagan. Aksincha, mablag'lar soxta hujjatlar orqali boshqa hisob raqamlarga o'tkazib yuborilgan. Aldanganlar orasida aktrisa Odina To'xtasinova ham bor. Uning so'zlariga ko'ra, uy 2022-yilda topshirilishi kerak edi, biroq quruvchilar faqat va'da berish bilan cheklangan. 2021-yilda pul to'plaganmiz. 2021-yilda pul to'laganmiz. 2024-yilda ularning firibgar ekanini bildik. 7-qavatga pul to'laganim bois 8-qavatni qo'shib berishgandi. Ma'lum bo'lishicha, ular imzomni soxtalashtirib, 8-qavatni alohida hujjatlashtirishgan. Biz faqat adolat so'raymiz va uyimizni talab qilamiz, deydi aktrisa. Sud barcha dalillarni o'rganib chiqib, sudlanuvchilarni Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki restrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 228-moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish bilan aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko'ra, asosiy sudlanuvchiga tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 6 yil va 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Qolgan sudlanuvchilarga ham sodir etgan qilmishlariga yarasha uzoq muddatli qamoq jazolari berildi. Manba: daryo.uz sayti.